Assalomu alaykum qizlar. Hozir 23 ballik zakazimni konsultantimiz zakazini ko'rsatib o'taman, sizlarni tanishtiraman. Mana shu katalog bo'yicha zakaz berilgan 5-katalog. U 23-martdan 12-aprelgacha amal qiladi. Hozir bitta sizlarni mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman. Mana shunaqa gelda dusha bilan chijim. Tak, mana shu purtujur atiri kelgan. Hozir skidkada 33-20 artikuli. Ochib ko'rsatolmayman, bu birov zakazi. Tak, mana shunaqa gelya dusha kelgan. Sitrusoviy yengil hid. Kompaniyamizni direktori o'zlari uchun, to'y uchun ishlab chiqarilgan maxsus atir bu. 81-25 artikuli. Bu gelya dushasi xuddi atirni hidi keladi. Yengil sitrusoviy aromat. Yozga va bahorga zo'r variant ishlatishlaringga. Mana shunaqa murmur atirlar kelgan. Bu katalogimizda skidka aksiyada ikkita olasiz va uchinchisini bepulga olasiz. Bittasini narxi hozir 75 ming so'mdan chiqyapti. Ikkita olsangiz 150 ming. Shunda uchinchisi bepul kelganda sizga har bitta atir 50 mingdanga tushadi. Bemalol ustiga narx qo'yib sotishingiz mumkin. Qorasini artikuli 37-68. Murmur noir mana. Qorasini hidi o'tkirroq. Mana uni murmurni o'zi klassическийsi juda ham shirin hid. Shirin iriskani hidi keladi. Rosa ham zo'r. Olishlaringni maslahat beramiz. Tak. Keyingi mahsulotimiz mana shunaqa anionoviy chipli kundalik prokladkalarimiz. Ichida 10 ta bo'ladi. Shamollash oldini oladi. 11-289 artikuli shamollash oladi. Hidlari yo'q qiladi. Noxush hidlar umuman ham kelmaydi va juda ham mustahkam oqib ketmaydi. Sinab ko'rishlaring mumkin. 25 ming, 30 ming. 30 ming so'mga keladi. Donasi 3 mingdanga tushadi qizlar. Buni ham xarid qilishlaringni maslahat beraman. Keyin mana shunaqa pantenolli krem qo'lga bor, namlantiradi va yumshatadi qo'lni. Pantenol va bug'doy donlaridan ishlab chiqarilgan. Tak, buni artikuli 12-227. Buni ishlatib ko'rganmiz, qishi bilan ishlatdik. Rosa ham zo'r yumshatib beradi. Quruq qo'llar uchun maslahat beramiz. Hozir qo'lni kum suvga ko'p tiqadiganlar uchun to'g'ri keladi. Mana shunaqa shampunlarimiz ham kelgan Lovely Moments'dan. Уже bu rasprodajaga tushgan. Bu qishda ishlab chiqarilgan yangi yil uchun, lekin hozir rasprodajada katalogimizda yo'q bu mahsulot, lekin kim registratsiyadan o'tib, o'zini lichniy kabinetiga kirib, bemalol ostatki sladki degan joy bor. O'sha yerdan xarid qilsa bo'ladi. 17 ming so'mdan keladi. Hozir zakaz qilsangiz 10-342 artikuli limonlik hidini va 10-341 uzumlik hidi. Shunaqangi ikkalasi ham zo'r hid keladi. Menga ko'proq uzumligi yoqdi. Shirin uzum hidi keladi. Bundan esa limonni, nежный limonchani hidi keladi. Ichida yaltiroqlari bor. Sochlari yumshatib uzun qilib beradi. Juda ham yaxshi shampun gel. Mana qizlarimiz uchun, o'g'il bolalarimiz uchun mazza qilib ishlatasiz. Bolalaringizga ham gelda dusha sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa gel fiksator kelgan. It's kollagendan. Tarkibida B5 vitamini ham bor. Buni artikuli 50-21. Buni narxi где-то 35-40 ming so'mga to'g'ri keladi. 25 somon tojik puliga, lekin so'mga 35 ming 40 ming atrofida. Tak, bu Pussy brendini analogi deb ishlatadi ko'pchilik. Shunga o'xshash va sifati bomba, zo'r sifati. Qoshlaring zo'r qilib qotirib, laminatsiyadek qilib qo'yib beradi. Tualet uchun gelimiz mana 10 tasi birda ishlab chiqarilgan. Bu yangi versiyasi 2 baravar quyuqroq qilib ishlab chiqarilgan. 30-294 artikuli. Juda ham zo'r. Rjavshinalaringni, polniy nalyotlari tualetdan hammasini olib tozalab beradi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. O'zim ishlatib ko'rdim. Zo'r ekan sredstvo. Mana konsentriruющий mo'yshiy sredstvo pollar uchun, devorlar uchun. Ochiq joy bo'lsa, uyingizda любой ochiq joyga ishlatsangiz, kirlarni ketkizib, devorlarga, eshiklarga,
tam plastik devorlarga, kafel pollarga, kafel devorlarga, tak shifonyerlaringizga, mebellaringizga, polniy hamma yoq pollaringizni, laminat pollar yoki linoleum pollar hamma joyi tozalasa bo'larkan. Zo'r lipani hidi keladi. Juda ham приятный hid. Uyingizni artib chiqqaningizdan keyin shunaqa приятный hid kelib turadi. Buni artikul 30217. Tak bu changlari 3 kun, 4 kungacha o'ziga olmay turadi. Sinab ko'rganman, o'zim ishlatib ko'rganim uchun bemalol aytaman, mahsulotni bemalol qo'rqmasdan maqtayman, chunki sifatini ko'rganimdan keyin o'zim 100% garantiya beraman. Oynalaring romlariga ham ishlatsalaring bo'ladi, chang urmay turadi. Tak, bu keyingi sredstvamiz vanna uchun tozalashga. Bundan oldingi seriyasi, bu yangi seriyasi. Avvalgi seriyasida sal suyuqrog'ida, hozir rosa ham quyuq chiqyapti. Anchagacha yetadi. 230 artikuli. Vanna uchun juda ham zo'r, kafellari ham tozalab beradi, vannalari ham, rakvinalarga ham zo'r. Tak, приятный laym hidi keladi. Tak, bu duxovka и plit uchun qozonlaringizni, duxovkalaringizni, plitalaringizni, vitishkalaringizni hamma joyi tozalab yaltillatib beradi. Yog'lari olib beradi. 30-119 artikuli. Sitrus hidlari keladi. Unaqa noxush hidlari yo'q. Bu ikkinchi shagi uchun kelgan. O'sha registratsiya bo'lgan nimamga ikkinchi shagi uchun kelgan. Sovg'a sifatida общий hamma 4 ta narsa 20 mingga kelgan. 20 mingimiz har bitta sredstvamiz 5 mingdanga tushadi. Shuning uchun как podarka bonus sifatida, lekin donalab olsalaring bir dona sredstva 30 mingdan keladi qizlar. 30 ming bunisi, 30 ming bunisi, 30 ming. Общий summada 120 ming narsani kompaniya biz uchun 20 mingga bergan. 100 ming ekonom qilyapti. Xohlasangiz soting, xohlasangiz o'zingiz iste'mol qiling. Uy ro'zg'or ishlaringizda ishlating xohlasangiz. Men bu unaqa sredstva ikkinchi shagimda kelganda o'zim uchun ishlatganman, chunki kompaniya shuncha arzon narsa bizga sifatli narsalar beryapti va tanishib chiqaman kompaniya mahsulotlari bilan deb o'zim ishlatganman. Hali narsalarim tugagan yo'q. Bu duxovka plitkamgina qolgan, vannamniki hali bor, bundan ham bor. Bundan juda birgina kichkina qopqoqchaniga bitta kamgina paqirchaga suv qilib, kichkina qopqoqchada solsangiz ham o'sha sredstva yetarli. Juda ham o'tkir, juda ham zo'r tozalab beradi. Gel tualeti ham hali bor, tugagan yo'q. Biz hovli joyda turamiz, lekin baribir shunda ham bolalarimni garshokchasi uchun ishlatyapman. Juda ham zo'r sredstva ekan. Sarg'ish dog'larini polniy oladi, nalyotlari oladi, yaxshi. Endi unitazim yo'q, nima qilaman deb turdim. Bolalarimni nima ishlatadigan narsasi esimga tushib, shu bolalarimga ishlatib yubordim. Qani bir Fabili kompaniyasini sinab ko'raman degan maqsadda. Shuning uchun qizlar hamma sredstvalarni zo'r deb bilaman. Ayniqsa uy uchun mahsulotlari juda ham sifatli. Mana shu narsalardan iborat edi zakazi. Mana shuncha narsalar zakazga kelgan. 23 ballik zakaz qizlar. Ulgurib zakaz qilib olamiz. 12 aprelgacha katalog amal qiladi. Yaxshi qolinglar qizlar. Obuna bo'linglar. Registratsiya silka qoldiraman, registratsiyadan o'tib qo'yinglar va o'zlaring uchun bemalol podarkalarga ega bo'lib, o'zlaring uchun xarid qilish, sifatli mahsulotlarni xarid qilishni boshlanglar. Mayli.